Tracker avtomobil qabul qilamiz. Bunda bo'ladigan muammosi shtatli pultlarni bittasini yo'qotib qo'yganlar. Bitta pult qo'yib ketgan. Buni yo'qotgandan keyin agar ikkinchisini yo'qotib qo'ysa, mashinani zavodga qo'yish ancha muammo bo'ladi. Shunga doполнительный yana bitta shtatli pul qo'shib beramiz. Biz zakaz qilib o'qiltirganmiz yangi. Mana knopkalar bo'lsa hech qanaqa ishlamaydi. Lekin o'zinikini bo'lsa bunday ishlaydi mana. Buni mana hali ishlari ham chiqarilmagan. Shu qo'llarni chiroyli qilib mashinaga ustidan fotografiya chizib, bitta ключlarni o'qitdik. Arda ichida mana bitta ключni chiqarib turamizda. Ikkinchi kaltini tiqamiz. Bu yangi kalti bunday qilib joylashtiramiz. Mana ichkarida programmalari, imollari ham yonibdi. Mana shu ishlar tugadi. Pultlar mana yangi qo'yilgan pulti. Yana mana ishlab knopkasi, mana bu ikkinchisi o'ziniki. Bunda ham ishlayapti. Avtomobilimizni endi bitta zavod qilib ko'ramiz. Mashinamiz zavod bo'ldi, pultlari ham ishladi. Bu avtomobilimizga balandachlarni ham ikkitaga programma qilib berganmiz. Bu ikkitadan pasaysa, undan keyin bu yerda taqachiroqlari ham yonib qoladi. Tracker 12 avtomobillarda pultni yo'qotib qo'yganda yangi pultni uстановка qilib beramiz. Eski pultlarni avtomatik uberib tiqib tashlaydi. Agar kimda kim to'xtagan holatda ham bu pult bilan hech qanaqa mashina ishlamaydi yoki zavod ham bo'lmaydi. Shu tomonlarni через programma orqali ideal holatga olib berdik. Xizmatlar bo'yicha murojaat qila olasizlar.